Assalomu alaykum xunjiychilar, qanaqasizlar? Tuzumsizlar, tan joyimda sog'mi? Yengillikni biri mashinaga monitor uстановка qilyapmiz, xudo xolasa. Monitorni qaranglar, farqini. Shunday turadi. Orqalari adinka одного bo'lar ekan. Hech qanaqa zazor, pazor degan narsa bo'lmas ekan. Bu monitor bilan bu monitorni farqini qaranglar. Tog'aji ham bo'lib qoldi. Yengillikni kuzatishda davom etinglar. Bizda qo'li-gul ustalarimiz cho'tka qilib qo'yib berishsa, xudo xolasa 360 cho'tki bo'ladi. Mana polniy mashinani yechintirib tashlashdi. Achinib ketyapman mashinamga. Hamma joyi yechildi. Nasib videoni davomini qo'yishda davom etaman. Yengilliklarni bitgandan men sizlarga bitta cho'tka qilib video obzor qilib beraman.